IT'da o'qib, logistikada ishlab, trade'ga o'tib ketgan odam. Men dispetcherlikdan ham yaxshigina daromad qilardim. 15 mingga yaqinlashdi. Ham bu joyda kirishimiz kerak. Bo'ldi, mana bu joyda kiramiz. Bu ICT. Hayron qolmaysiz, sizga tirikchilik deydi. IT sohasida O'zbekistonda va Italiyada o'qib kelganman. Lekin Musa akam endi ancha prilishli daromad qilgan logistikada Va trading sohasini parallelni o'rganib boshladim 1 yil. Ko'proq hobbilaringizni shanba kunga to'g'rilayapsiz, hafta davomida izlaysiz. E'tiboringlar va qimmatli bog'cha uchun rahmat. Salomat bo'ling hammaga omad. Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi sizlar bilan One Pip podcast rubrikamizning ikkinchi qism. Birinchi qismda kommentariyalarni o'qib chiqqanimdan keyin o'sha qanaqadir auditoriyaga bu narsa yaxshi kirganini ko'rib, o'zimizning akalardan boshladik. Xudo xolisa, Musa akam bilan bugungi podkastimizga bugungi podkastimizni boshlashdan oldin bitta narsa aytib ketaman. Hozir Telegram kanalimga obuna bo'lganlar biladi. Ko'proq auditoriyani CFD dan futuresda, ya'ni futuresga ishlashga o'tkazishga harakat qilyapman. Ya'ni bu haqida hozir ko'p gapirmoqchi emasman va futuresda ko'pchilik prop firma tanlashga qiynalyapti va men o'zim sizlarga Pandit Next futuresni maslahat bergan bo'lardim. Chunki qolganlar bilan solishtiradigan bo'lsak, qonun qoidalari bir xil, lekin bitta jihati ajralib turyapti. Bir martalik to'lov. Ya'ni siz oyma-oy to'lov qilishingiz shart emas va bu narsa sizga qanaqadir savdo qilayotganingizda bosim bermasligi uchun men o'zim ham o'shanda ishlayapman. Endi boshqa akkauntlar ham bor, lekin endi boshlayotganlar, futuresga endi kirib kelayotganlar bo'lsa, o'shani maslahat bergan bo'lar edim. Assalomu alaykum, Musa aka. Assalomu alaykum hammaga. Hayron qolmaysiz, sizga tirikchilik deydim. Albatta. Siz aka xush kelibsiz podkastga. Bizda maksimalni relax. Qanaqadir muskullarni siqib podkastlarni ko'raman deb ham tayyorlanib kelgan gapini yodlab. Unaqa narsa yo'q, prosta suhbat aka. Albatta. Qanaqa masalan siz bilan ko'chada qanaqa suhbat bo'lyaptimi? Bu yerda ham shunaqa hech qanaqa ortiqcha formalnost, ortiqcha qanaqadir bir balolar shart emas. Borini bordek akana есть. Sizdan olmoqchi bo'lgan narsamiz tajribangiz, sabr qilish kerak, shoshmaslik kerak degan narsani hamma joyda eshitdik, to'ydik. Biz sizdan real olmoqchi bo'lgan narsa haqiqiy keyslar. Shu konkretni bo'lgan narsalar va shundan shunaqangi proyekt bo'lsin-ki, shunaqangi manfaatli proyekt bo'lsin, o'sha ko'rgan odam nimadir value olsin-da bu narsadan. Albatta. Prosta keldi, gaplashdi, ketdi emas. Xo'sh, podkastni boshlashdan oldin hammaga qiziq bo'lish uchun men doim podkastni mundarejasini aytib beraman deb, bugungi podkastda o'rtoqlar logist inson, ya'ni logistikada ishlaydigan odam, logistikani boshqaradigan odam degan bo'ladi va logistikada ko'pchilik, men shaxsan o'zim logistikada misolga treyderlikka o'tgan paytda men yaxshi pul topmaganman logistikadan. O'zingiz ham bilasiz, ma'lumot o'rnida Musa aka bilan birga ishlaganmiz, lekin Musa akam endi ancha prilishli daromad qilgan logistikadan, chunki dispetcher bo'lib ishlashgan, buni logistlar yaxshi biladi. Bugungi podkastda imенно shu yaxshi bo'lib turgan sohadan tradingga o'tish qanaqa bo'ldi bu narsa? Prop firmalar haqida, Fifers haqida va futures va CFD proplari haqida va men Musa akani o'zlariga aytmagandim bu narsani. Musa aka bizda rubrika bor. Kommentariy orqali, qanaqadir repostlarni orqali men qanaqadir giveawaycha, ya'ni giveaway degan mukofot deylik, chista obunachilarga qanaqa aniqlash, nima shartlarni o'zingiz tanlaysiz, sovg'ani ham o'zingiz belgilaysiz. Albatta o'tkazib yubormanglar. Podkast oxirida Musa akam tomonidan qanaqadir bir chiroyli hadya bo'ladi auditoriyaga. Aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Rahmat taklif uchun. Bu suhbatimiz hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hammasini boricha aytib, hammasini dispetcherlar tarafdan ham, trader sifatidan ham ichimdan nima o'tgan bo'lsa, bu joygacha qanday yetib kelgan bo'lsam, hammasini ochiq-oydin suhbatlashamiz. Bu suhbatimizdan kimdir foyda olsa, kimdir xulosa chiqarsa, albatta biz xursand bo'lamiz. Ozgina boshida boshlab olish bizda sal marosimda ko'p gapirib oldim, xafa bo'lmaysiz. Endi disclaimerlar har xil o'z uchun emas. Albatta. Tak, doim endi men baribir nima savoldan boshlanadi? Eng muhim savol, eng baribir kirish qismidagi savol, o'zingiz haqingizda ma'lumot, ya'ni biz trade'ga kirib kelgungacha o'zi kim, Musa aka kim bo'lgan o'zi trade'ga kirib kelishdan oldin? Xo'p,
trade'ga kirib kelishdan oldin dispetcher bo'lganman. Dispetcher bo'lishdan oldin esa universitetda IT sohasida O'zbekistonda va Italiyada o'qib kelganman. Undan keyin universitetni bitirib dispetcherlik sohasiga boshladik. Dispetcherlarda prям noldan ko'tarilganman desam bo'ladi. Sababi dispetcherlar, logistlar juda yaxshi tushunadi. Boshida accounting qilganman, logbookda ishlaganman, uchtasini bittada, ya'ni logbook, accounting hamda dispetcherlikni uchalasini bittada olib, juda ham hozirgi nimaga solishtirsak juda ham past summaga ishlaganman boshiga, sababi nol bo'lganman. O'shanda ham bu oddiy holat, tabiiy holat deb qabul qilib maksimalga ko'tarilishga harakat qilganman va ketma-ket, oyma-oy, yilma-yil ko'tarilib ketganman. Ya'ni qanday ko'tarilib ketganman degan ma'noda, ya'ni oylik masalasi ko'tarilgan, tajriba ham ko'tarilgan o'shanga yarasha va oxirida faqat dispetcherlik nimasiga chiqib, leveliga, darajasiga chiqib, dispetcherlik sohasini maksimum o'zimdan ko'rsatganman. Keyin kattaroq kompaniyaga o'tganman va u joyda siz bilan birga ishlaganmiz. Eng top joyida. Yaxshi davrlar. Yaxshi davrlar bo'lgan. Dispetcherlikdan keyin qaradim, dispetcherlikda alohida o'zim servis ham ochdik. Bolalar bilan alohida o'zim servis qilib, dispetcher topadigan maksimum oylik darajasiga chiqdim hamda parallelni sizdan trading sohasini o'rganib boshladim. Sababi baribir kelajak freedom deb o'yladim, ya'ni o'zingizga erkinlik maqsadida, ya'ni hech qanaqa dispetcherlikdan ham yaxshigina daromad qilardim, sababi oyliklardan tashqari yaxshi daromad qolardi. Oylikdan tashqari yaxshigina daromad qoladi, o'ziga qoladigani, lekin tradingni nimasini yaxshi ko'rib boshlagandim, ya'ni bu oyga erkinlik, ya'ni sizga hech qanaqangi jadval bo'lmaydi, qayerqadir borishingiz kerak bo'lsa kimdandir so'ramaysiz, faqatgina o'zingiz bilan o'zingizdan o'zingiz ruxsat olishingiz kerak, o'zingizga o'zingiz plan qilishingiz kerak, o'zingizga. Shunday. Mana shu maqsad bilan sizga yozdim va trading sohasini parallelni o'rganib boshladim 1 yil. Lekin ya'ni ikkalasini trading sohasiga kirib sразу dispetcherlik tashlab yuborish kerak emasdi. Uni juda yaxshi tushunaman. O'tamiz. Обязательно. Men chunki ko'pchilik o'zim ham shu imенно logistikadan bu yerga o'tganimga logistlar ko'p yozishadi, ko'p savol berishadi. Men o'zim to'liq uspet qilmaganman. Logistikaga qanaqa o'tganman, bu sohaga nima xato qilganman, nima qilish kerak emas haqida. O'shaning uchun men sizdan shu narsani yetkazib bermoqchiman logistikaga. U haqida men sizga savolim bor. Shunda nechinchi yil siz aka? 96-yil. 96-yil. IT'da o'qib, logistikada ishlab, trade'ga o'tib ketgan odam. Shunaqa personaj, o'rtoqlar, juda qiziq. Tak, qarang, mana sohani baribir ko'pchilik o'zi aslida scam deydi. Imенно trading va bu narsaga ular haqli ham deb o'ylayman, особенно hozirgi kunda. To что bu yerdan hech qanaqa pul topish iloji yo'q, mashinistlar bu narsa deyishadi ko'pchilik. Endi sizda sohaga kirishdan oldin mana shu soha haqida ma'lumotga ega bo'lgan ekansiz qachondir, qattandir. Sizda qanaqa taassurotlar bo'lgan hali kirishingizdan oldin? Masalan, men kirishimdan oldin sohaga bo'ldi. Men endi короче Lamborghini'da, Dubayda yuraman. Endi menda shunaqa expectation, ya'ni shunaqa narsalar kutganman. Sizda kirishdan oldingi taassurotlar qanaqa bo'lgan? Menda kirishdan oldin expectation, ya'ni kutish umuman katta emas edi. Sababi bilardim, birdaniga bu sohaga kirib boyib ketish mumkin emasligini. Har doim birinchi qandaydir sohaga, ya'ni o'zingiz uchun yangi bo'lgan sohaga o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu sohadan birinchi juda katta narsani kutish kerak emas deb o'ylayman. Ya'ni boshidagi 1-2 yilini o'sha sohani o'rganishga, o'sha sohada minus qilishga kerak deb o'ylayman. O'sha sababli ham menda tradingda boshida o'rganayotgan jarayonimda ham, o'rganishdan oldin ham boshida juda katta payotlar qilaman deb o'ylamagandim ham. Chunki
birinchi yilim faqat minusda o'tgan va bu minuslar menga plyusga ishlagan. Sababi har bitta minusdan men o'zimga kerakli xulosa qilganman. Shu sababli boshdagi expectationlar menda juda katta bo'lmagan. Ya'ni men insta odam emasman. Ya'ni Instagramga yoki social mediaga e'tibor berib u shuncha pul qildi, men bu Dubayda Lamborghini, Ferrari, menga u narsa qiziqmasdi. Menga shunchaki freedom, ya'ni erkinlik qiziq edi. Mana shu sababli ham trading sohasini tanlab asta boshlaganman. O'zi mana shu kirib kelganingizni o'zida bu narsa sizga juda katta plus bo'lgan ekan deb o'ylayman. Nimaga? Chunki men o'zim ham aytdim, qanaqa qilib kelganimni. Ko'pchilik shunaqa qilib keladi. Chunki internetda ko'radi, internetda men bechara trader ko'rmaganman. Bechara trader men ko'rmaganman, menimcha hech kim ko'rmagan. Shuni hisobiga, demak shunaqa qilsa bo'lar ekan, menda ham shunaqa bo'ladi deb turib shunaqa taassurot bilan kirib kelgandan keyin odam baribir aytasiz, qanaqadir muddatda natija baribir vaqt talab qiladi u narsa. Именно o'sha paytda internetda ko'rgan narsasi o'zida o'xshamayotganini ko'rgandan keyin ko'ngli qolib ketishi, bu sohadan dalchi ketmasligiga sabab bo'lib qoladi. Sizda yaxshi bo'lgan ekan demoqchiman, nabarot realist inson ekansizda. Men endi kirib kelganimizda sal yoshroq bo'lganimiz, ko'rganmiz, flex короче, bo'ldi mana shu Instagram hayot degan narsa bo'lgan ekan. Bitta qiziq savol, misolga, mana yaqinlaringiz xabardor, albatta. Siz traderligingizdan, masalan, ota-onangiz, oilangiz, aka-ukalaringiz, yaqin do'stlaringiz, ularni shu общий qilib aytganda, ularning munosabati qanaqa? Siz shu sohadaligingizga. Ota-onam, to'g'risini aytsam, bu sohadan xabari yo'q. Ya'ni bu sohani tushunmaydilar. Lekin oilam, aka-ukam, do'stlarim, ya'ni o'zimiz tengqurlar, yoshlar, ya'ni tushunadigan nimada. Ular ham boshida qilib ko'rishgan, o'rtoqlarim haligacha qilib ko'rishadi. Ya'ni bu sohani o'ziga boshqacha sifatida, ya'ni qutqaruv nimasi sifatida qarashadi. Men ularga ham har doim aytaman, yo'q, bu hech qanday qutqaruv kasb emas, shunchaki o'zingizni erkin qilib qo'yadigan kasb. Agar qachondir o'zingizni bemalol bu sohaga to'liq tashlasangiz, bu sohadan pul olishingiz mumkin. Lekin yo'q, faqat pul qilishim kerak degan maqsad bilan boshlanadigan bo'lsa, bu soha u insonlar uchun emas. Savolingizga keladigan bo'lsak, ular oddiy qarashadi, sababi oilam menga ishonishadi. Ya'ni bu tradingdan pul qila olishim mumkinligini bilishadi va tabiiy holat deb qabul qilishadi ular. Ya'ni zamonaviy kasblardan biri deb aytsak bo'ladi. Tushunarli. Yana bitta savol, aka. Bu baza men uchun bu savol, chunki bu savol doim keyingi podkastdagi mehmonimizdan qanaqa savollar so'raylik degan joyda bu savol doim bor. O'sha bazaviy savolga aylanib qo'yganda ko'p vaqt sarflamaymiz. Bu sizning fikringizcha bu sohada jamoa, ya'ni komanda o'tirib ishlashga va savolning ikkinchi qismi traderga mentor kerakmi? Xo'p, jamoa degan savolingizga to'xtalsak birinchi. Jamoa faqat o'zingizni qarashingiz bilan shakllangan jamoa bo'lsa yaxshi. Ya'ni hozir bilamiz, traderlar juda yaxshi tushunadi. Tradingda bo'limlar juda ko'p, ICT, CRT, har xil bo'limlar bor. Men o'ylashimcha, faqat masalan ICT bilan shug'ullanadigan odamlar jamoa qilsa yoki CRT bilan faqat CRTchilar yoki qanaqadir bo'lim. Sababi busi bir kishi CRTchi, bir kishi ICTchi, bir kishi boshqa bir nima bo'ladigan bo'lsa, menimcha bu jamoadan yaxshi jamoa shakllanmaydi. Sababi hammasida har xil fikr bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, jamoada qachonki hamma bir xil darajada fikrlasa, bir xil narsani ko'rsa, o'shandagina jamoa kerak deb o'ylayman. Agar jamoadagi insonlar har xil bo'limdan to'plangan bo'lsa, menimcha har xil yo'nalishda ishlaydigan, har xil strategiyada ishlaydigan insonlar bitta joyda to'planib qolsa, u faqat minusga ishlaydi deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Sababi hamma o'zicha haq bo'ladi, chunki har bitta strategiyada o'ziga yarasha plyusi, o'ziga yarasha minusi bor. Har bitta strategiyada mana bu joyda kirish kerak degan narsa bo'ladi, mana bu joyda kirish kerak emas, mana bu joyda tasdiq bor, mana bu joyda tasdiq yo'q degan narsa bo'ladi. Jamoada eng muhimi hamma bir xil fikrlasa, ya'ni hamma bitta narsani ko'rsa, o'shandagina jamoa sifatida shakllanadi. Ya'ni mana bu joyda kirishimiz kerak. Bo'ldi, mana bu joyda kiramiz. Bu ICT
yokida CRT yokida boshqa strategiya. Qanaqa strategiya bo'lishidan qat'iy nazar, bir xil strategiyada hamma bitta narsani ko'ra olsa, o'shandagina jamoa kerak deb o'ylayman. Xo'p, mentor haqida gapiradigan bo'lsak, agar odam o'ziga ishonsa, ya'ni o'zini vaqtini bemalol deb bilsa, 2-3 yil vaqtiga bemalol rozi bo'lsa, o'zi o'rgansa bo'ladi. Lekin agar vaqtini qadrlab, bu masalan 1 yildan 2 yildan yutqazmayman, lutcha ertaroq o'rganaman desa, menimcha baribir ustoz kerak bo'ladi deb o'ylayman. Sababi oddiy universitetda ham o'qish jarayonida ham bekorga 4 yil o'qitmaydi. Bekorga masalan har bitta professor 6 oylab, 1 yillab dars bermaydi. O'sha sohani o'rgatguncha, o'sha darsda o'sha ilmni sizga bermaguncha qanchadir muddat bo'ladi. O'sha muddat oralida siz o'sha narsani olasiz va sizga baza sifatida 4 yil ichida ketma-ket qo'yilib ketadi universitet jarayonida. Har bir sohada ham, masalan, trading sohasida ham, oddiy ustachilik sohasida ham, dispetcherlik sohasida ham farqi yo'q. Qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar, men ustoz kerak degan fikrdaman. Agar ustoz kerak emas, yo'q, men o'zim eplay olaman degan insonlar bo'lishi mumkin. U insonlarga ham qo'shilaman, sababi anaqada internet olamida yashaymiz bizlar. Internetda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Va shu nimasida juda ko'p ma'lumotning orasidan ma'lumotlarni izlab olishning o'zi qanchadir vaqt oladi. Ya'ni ma'lumotlarni saralab olish uchun ustoz kerak. Tushunarli. Sizlar ham sezdinglarmi? Men ChatGPT bilan gaplashib o'tirgandek tuyulyapti. Qanaqadir ma'lumotlar ketma-ketlikda misollari bilan. Aka relax. Men o'zi shunaqa gapiraman. Musokan bilan men hayotda ham gaplashsam, o'zi hayotda ham shunaqa. Musokan o'rtoqlar mediyniy odam emas. Ya'ni har kuni Instagramda live qiladigan, stories qo'yadigan, Telegramda qanaqadir har kuni nima kamera bilan ishlaydigan, mikrofon bilan ishlaydigan trader. Chista trader, o'zini dunyosida yashab yurgan odam. O'zi ko'ndirish ham oson bo'lmadi. Roziman podkastda nima deyman, men uncha bunaqa narsalarga yo'qman dedilar, lekin musokamning кейslari juda unique keys, ya'ni juda ham bir kamda bunaqa keyslar. O'shaning uchun bu narsani yoritgim keldi. Aka, bemalol shunda qisqa lo'nda muddaoga o'tana qilamiz. O'zi bemalol his qilib, bemalol bosavering. Tak, endi og'irroq savollarga o'tishdan oldin, ozgina sizni muskullaringizni bo'shattirmasak, juda stressful o'tiribsiz. Aka, treydan tashqari nimalar qilasiz? Hobbimi yoki bo'sh vaqtingizda nimalar sarflaysiz? Treydan tashqari hozir shaxmat o'ynayman, chess kompyuterda. Tashqari futbol o'ynab turamiz bolalar bilan. Shaxmatga qiziqasiz? Shaxmat, futbol. Zo'r rezultat bo'ldi, adashmasam yaqinda Javohir Sindarov albatta World Cup Madridda yutdi. Hindistonda ko'rib qoldim, menda ham chiqsa. Undan tashqari har doim trade emas. Hafta kunlari, ya'ni dushanbadan jumagacha trade. Agar trade qiladigan bo'lsam, trade o'tiraman, bo'lmasa shaxmat, bo'lmasa o'rtoqlarimiz bilan PlayStationga yoqqa bu yoqqa shanba family day. Tushunarli. Yaxshi o'tadimi? Albatta. Zerikmaysizmi? Oila bilan qanday zerikish mumkin? Bir xil aytadi, men trader uchun shanba juda ham, masalan, Murod akam bilan gaplashaman, aytib o'yman shanba. Qiynalib ketaman, marketni kutaman, dushanba bo'lishini kutaman, menga naq qilmaydi. Bir xil aytaman, menda bir shanbani kutaman, chunki hafta davomida yonadimi ham, sal muzlab olmasam bo'lmaydi deydi. Oila bilan hamma narsa esdan chiqadi. Oila bilan hamma narsa miyangiz dam oladi. Ya'ni uydagilarni, farzandlaringizni ko'rgan vaqtda bu boshqa daraja, ya'ni borasiz, uydagilar bilan borgan vaqtda, ko'rishgan vaqtda, yoki bo'lmasa bu joyga aylanishga chiqqan vaqtda juda ham boshqacha feeling, boshqacha taassurot bo'ladi. O'sha hisobiga men shanba-yakshanbani alohida family day, ya'ni oila kuni hisobida ko'raman. Yokida uydagilar bilan, yokida uydagilarning oldiga, ota-onam oldiga ko'rishga boramiz. Xullas, men shanba-yakshanba men uchun oila kuni, ya'ni ko'proq hobbilaringizni shanba-yakshanba kunga to'g'rilayapsiz, hafta davomida zaynsiz. Tushunarli. Qani Musoka, shunda necha yildan beri savdo qilyapsiz shunda? 3 yil 2021 boshlagan bo'lsa, 2021-22 boshladik. 22 boshladik shekilli. 21 o'zim nima qiziq boshladim, 22 o'qib boshladik. 22 bo'lsa bir 3 yillik staj urib qo'yibsiz. Va men so'ramoqchi bo'lgan narsa shuki, baribir o'zingiz qilgan
xatolaringiz bo'lishi mumkin boshida. Ularni qilganingizni keyin tushunib yetgandirsiz. Voy boshida mana shunday qilsam bo'lar ekan, mana qilman deb. Yoki siz qolganlar, endi sizning auditoriya bor-ku, ko'pchilik qilayotgan tradingdagi boshidagi, boshlang'ichdagi ikkita dolzarb xatoliklarni olaylik va iloji bo'lsa ularga yechim beraylik yoki siz qanaqa yo'l tutgansiz shunaqa payt. Hisob endi kirib kelayotgan odamda shu narsa bilan muammo bo'lmasligi uchun mesaj qoldiraylik. Endi kirib kelayotgan trader har qanday trader o'zi uchun haq bo'ladi. Men endi kirib kelgan vaqtimdagi xatolik yorvaraman deganman. Yorvarish ekan. Boshidan yorvarish planda bo'lgan, lekin juda katta narsa kutmaganman, lekin har bir olgan etapimdan o'tib, har bir bemalol oyiga 2-3% katta narsa kutmaganman, lekin oyiga 2-3% plan qilganman. Boshida o'xshamagan, sababi men demo shotda ishlamaganman. Ya'ni boshida 100 minglik olganman. Darsimiz paytida 100 minglik profit bor edi. Boshida dars vaqtida ko'rsatardim o'zingizga ham 100 minglik profit bilan boshlaganman. Kuydirganman, sirasi yangisidan. Men pulga xatolarni to'g'rilaydigan insonman. Ya'ni men o'zim minus qildim, o'sha o'zim minusimga pul to'ladim. Yangisidan oldim. Ya'ni har bitta xatoyimni men yozib ketganman. Ya'ni prosta bo'ldi, 100 minglikni kuydirdim, 100 minglik profitni kuydirdim, bo'ldi. Bu hech qanaqa ishim emas degan ma'noda tashlab o'tib ketmaganman. Xato qilganimdan har bitta minusimni o'zim uchun yozib ketaverganman. Sababi bu yozishgacha 29 ta akkaunt ketgan. 29 ta? Albatta, 100 minglik, 200 minglik, 15 ming dollar atrofida 15 mingga yaqinlashib qoladi. Birinchi xatoni shunda biz yorib yuboraman deb o'ylash, o'ziga ko'p ishonib yuborish deb olsak bo'ladimi? Shunday, o'ziga ko'p ishonib yuborish. Endi kirib kelganda. Menimcha ham o'ziga ko'p ishonib yuborish juda katta xato. Bitta narsaga ishonish juda katta xato. Ya'ni men bu strategiya juda zo'r ishlaydi deyish kerak emas, chunki har qanaqa strategiya ishlab berish mumkin, lekin uning ishlash nimasi foizi 60-70% dan o'tmaydi hech qanaqangi ishlash strategiyasi. Demak 100% yaqinada strategiya yo'q qo'yasiz. Tushunarli. Ikkinchisiga nima bo'lsa bo'ladi? Yo birinchisini o'zi ikkitaga o'tib ketadimi? Ikkinchisiga endi o'zingiz anaqangizdanmi? Boshlang'ich traderlar ikkinchisiga nimani ko'rishadi? Juda ko'p paralarni tanlashadi. Mana shunday ham bo'lgan. Ya'ni juda qiziq joy. 4 ta, 6 ta, 8 ta paralar o'tirardim. Tilla, GPY, ya'ni volatilность kuchliroq bo'lgan paralarda ko'proq o'tirardim va bu xatoni ko'p qilardim, ya'ni. Tilla yoki GPY da ishlaydigan bo'lsa, akkauntim tezroq olib ketib qolardi. Men bu volatilность kamroq bo'lgan paralarda ishlasam, akkauntim ko'proq turardi. Bir oy, lekin maksimum bir oy turgan. Bir oydan ko'p oshmagan, chunki ekzaminlardan, ya'ni etaplardan bir oyning ichida yo o'tardim, yo ketardim. Qisqa qilib tushuntirsam, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, paralarni kamaytirish kerak deb o'ylayman va volatilность kamroq bo'lgan paralarga e'tibor berish kerak. Chunki o'zbek traderlarimiz ham yoki butun dunyo bo'yicha ham tilla bilan ishlaydigan traderlar juda ko'p va buning oqibatida akkauntlar juda tez oqib ketishiga sababchi bo'ladi. O'zi eng ko'p savdo qilinadigan instrument, adashmasam, o'sha gold bo'lsa kerak. Balki adashayotgan bo'lishim mumkin. Kommentariyada adashayotgan bo'lsam to'g'rilab ketinglar. Men bu narsani izlanib ko'rmaganman, mavzu shunaqa deb o'ylayman. Juda ham katta shu savdo qilinadigan instrument deb o'ylayman. Prop haqida gapirdingiz. Prop haqida mavzu ochilib qoldi. Sira shu haqida so'rab ketaman. Prop scammi yoki yo bu imkoniyat? Imkoniyat. Scam deydiganlar shunchaki imtihondan o'ta olmaydigan insonlar deb o'ylayman. Men ularga ham qarshi emasman. Yo, ola olmaganlarchi, hali o'tib ko'rmagan odam ham scam deb o'ylashi mumkin. Yo'q, o'tib ko'rmagan insonlarga men propda ishlashni maslahat beraman. Hech qanaqangi internetdagi gap so'zlarga ishonishni to'xtatishlarni maslahat bergan bo'lardim. Endi boshlamoqchi bo'lganlarga propga, sababi oxirgi vaqtda juda ko'payib ketgan prop scam, propdan pul yechib bermaydi yoki
probga to'lagan pul $500-600 realga solib mayda pul qilsa bo'ladi deydigan insonlar juda ko'p. Men ularga qo'shilmayman, sababi har bitta odam o'ziga yarasha qarashi, o'ziga qarasha mentaliteti bo'ladi. Meni o'zimga yarasha, masalan, prob skam bo'lganda men buncha pul chiqarmagan bo'lardim probdan. Ham shunchaki pulni kuydirib yubormasliklaringni xohlardim prob skam deydiganlar uchun. Ya'ni XNSga yokida real shotga tiqadigan soladi pulni $500-600 shunaqa marjasi kam bo'ladi. Ya'ni ishlash imkoniyati juda ham kam bo'ladi va bu traderga bosim beradi. Trader uchun eng katta plus narsa, eng katta va muhim narsa bu bosim deb o'ylayman. Prob bu bosim savolidan olib tashlaydi. Ya'ni hech qanaqangi sizga bosim bermaydi. Ya'ni sizda kattaroq marja bo'ladi, kattaroq imkoniyat bo'ladi. Bemalol, ya'ni real shotda qiladigan plusni 5-10 barobarini bemalol prob shotda qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Men shuncha ichmagan bo'lardim agar skam bo'lganda deb aytdingiz. Summani 250-300 ming plus desak bo'ladi. Bo'ladi bemalol. Endi baribir qarang, mana sarlavhada ham, obloshkada ham yozdik-da, 250-300 ming plus uni yozib qo'yaverasiz, lekin baribir men o'zim как бы просто так men 300 ming ishim degan odam bo'lgan bo'lsa, baribir odam anaqada nima juda katta narsa. Bu juda katta narsa, ya'ni probdan особенно siz futuresdan emas, CFD'dan yechgansiz. Ular biz bilamiz, to что juda masalan bir martalik 30 ming, 40 ming payoutlar yechib berishi sal qiyinroq baribir o'ziga yarasha. Siz bu degani juda stabil yechib kelgansiz. To'g'rimi? Stabil to'xtamasdan yechib kelgansiz. Bu narsa по-любому prям bitta shotda 19 marta payout qilgandingizmi? Fivers'da yo'q, ko'proq. Bitta shotda o'zida. Ketma-ket, ya'ni Fivers'da ketma-ket ishlanadi. Ya'ni scale up mavzusi bor. Unda juda ham hech qaysi prob kompaniya bera olmaydigan imkoniyat berib qo'ygan Fivers ga men qaytaman deganman, o'shanga bitta gapirib berasiz. Demak, уже qarangda, baribir hozir podkastlarda bu ko'rgan odam gapiraveradi deydi. По-любому. Chunki men o'zim shunaqa degan bo'lishim mumkin edi-da. Hamma payoutlar, ya'ni o'sha 250 ming bo'ladimi, 300 ming bo'ladimi, hammasi sertifikatlari, Binance'dan tushganlari, QR kodli sertifikatlar, adashmasam hammasini Instagramingizga o'tib ko'rsak bo'ladi. Bo'ladi. Instagramga adashmasam 200 mingga yaqin qo'yganman. Sababi u yerda hammasini qo'ya olmasligim sabab emaillar har xil bo'lib qolgan. Ya'ni bir xil kompaniyalar menga sotish taqiqlab qo'ygan. Yo'q. Da Alfa o'zi qaysi problarni o'qigansiz shunda? Boshida men TFF, ya'ni True Forex Fund bilan boshlaganman. Sizda ko'zingiz oldingizda bitta accounting o'zi bir vaqtning o'zida 4 tagacha fond qilganman, ya'ni $400 gacha. O'shani o'zidan ham anchagina yechib qo'yganman. Undan keyin iFund FX bor edi. Nima bilan ishlab ko'rganman? FTMO bilan, Funding Pips bilan, undan keyin Astekelning bilan Alpha Capitalda oxirida The Five Years topganman. Da i8 ham bor. i8 ham i8 ham bor. Hamma payoutlarimni Instagramga qo'ya olmadim, lekin maksimal qo'limdan kelguncha, ya'ni o'zimda bor datalardan, ya'ni o'zimda bor emaillarni kira olishim mumkin bo'lgan emaillar hammasini yokida eski saqlanib qo'ygan rasmlarimni Instagramga qo'ydim. Bemalol Instagramdan qiziqmoqchi bo'lganlar, ya'ni hisoblamoqchi bo'lganlar bemalol kirib. Bu bir tarafdan kimdir hisoblamoqchi bo'lgan deyishimiz mumkin, lekin bir tarafdan masalan aytaman, men uzun qanday podkast ko'radigan bo'lsam, kimdir chiqyapti-da menga 300 ming eshitdim deyapti. Men uchun men savdo qilaman prob firmada. Bu juda katta natija. CFD'da qilgan odam bo'ladi deymiz. Chunki uning uchun siz 2 yil vaqt sarflagansiz. Kamida. To'g'rimi? Stabillik bo'lmasangiz, u summagacha chiqish juda qiyin. Juda qiyin. Bir marta yechishingiz mumkin, 2 marta yechishingiz mumkin, keyin oqib ketib, qaytib funded qilib olishingiz o'zi ham qiyin bo'lib ketib qolishi mumkin-da. U siz aytayotgan summaga u degani 2 yil vaqt ichida siz to'xtamasdan payout qilgan bo'lishingiz kerak deganida. Shunday, menda juda ham kuchli qarash bor trading sohasida. 1 ga 2, 1 ga 3 qoch.
ya'ni ararda, ya'ni tushunadi. Ya'ni risk to ratio maniki 1:2 1:2 1:3 yurdi yo for bo'ldi. Farqi yo'q. 1:10 yursa ham qiziq yo'q. Masalan, juda ko'p bo'lgan bunaqa holatlar. Ya'ni 1:2 da yo 1:3 da yopaman-da. O'sha narsa 1:5 yoki 1:10 gacha yurishi mumkin, lekin menga qiziq emas. O'sha kuni men uchun target, ya'ni o'zim uchun olishim kerak bo'lgan foyda 1:2 bo'ldi. Men shuning hisobiga ham ko'proq payout qilganman, ko'proq qilib kelyapman va stabil daromadga egaman deb ayta olaman. Sababi juda ko'pchilik treyderlar 1:5, 1:6, minimum 1:4 kutishadi. Lekin 1:4 dan qaytib bezubitkaga yoki stop lossga borsa, emotsionalni ezladida ikkinchi stop lossga 100 talik tayyor bo'lgan bo'ladi. Ya'ni uji odam psixologiyasi foydada turgandan keyin bezubitkaga borsa yoki stop lossga borsa, undan keyin uji o'zini boshqara olmay qoladi. Ikkinchi stop lossga tayyor bo'lib kiradi. Stop loss bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ham asab ketadi demoqchisiz. Mana shu narsalarni men birinchi yilda ko'rganman o'zimda. Xuddi shunaqa ishlab ko'rganman men o'zim ham. Shu sababli aytdim boshida, masalan, har bitta anaqani yozib borganman o'zim uchun deb. O'sha yozganlarim orasida emotsionalni boshqara olmaslik odamlarda borligini o'zim internetda ham qidirganman, oraliqda o'zimda ham ko'rganligim sababli bu narsani cheklashga va 1:2, 1:3 ishlash texnikasiga o'tganligim sababli stabilniy daromadga chiqdim deb o'ylayman. Tushunarli. Demak, sizni savdo modelingiz iloji boricha 1:2, 1:3. Yaxshi. O'z to'g'risini aytsam, nimaga ko'pchilik robotdan o'ta olmaydi? Vazgina savdo modelingiz haqida ham savollar bor edi. Yaxshi bo'lgani savollarga javob oldik deb o'ylayman. Endi imminni o'sha Fivers bo'limini ochadigan bo'lsak, Fivers prop kompaniya 100 minglik shot oldingiz. Yo, historiya bo'lib ketdi. Yo, yomon bo'lib ketdi. Nimaga? Chunki intervyulargacha olishdi sizdan. Shunday. YouTube'da intervyulargacha berdingiz. O'zi bu yo'l qanaqa bo'ldi o'zi? Nimadan boshlandi va qanaqqacha? O'zi yozda edi. Aniq esimda, yozda avgust oyida boshlangandi bu historiya. Alpha Capital hamda Fivers olganman. Ikkalasini bir vaqtda o'zida. Ketma-ket stabil. Bu anaqani Fivers'ni internetda topib olganman, qaradim. Scale up mavzusi bor ekan, juda ham yoqdi. Ya'ni scale up tushunmaganlar uchun 100 minglik accountingizni siz 500 minggacha tekinga olib chiqishingiz mumkin. Ya'ni faqat har bitta bosqichda, ya'ni 100 minglik bosqichda 3 kunlik foydali kun nimasi bor, tushuntirganman unisini ham. Undan keyin 10% qilishingiz kerak har bitta accountingizni, aytaylik 100 mingdan 10% chiqarganingizdan keyin 10 ming chiqarganingizdan keyin 125 ming o'tkazishadi. 125 ming ko'tarib ketaveradi. 150 ming. Sekin ko'tarishadi. Menda maqsad bor edi, mana shuni oylik oladigan darajagacha chiqarish. 100 minglik shotni. Payoutdan tashqari to'laydigan oylikmi shunda? Payoutdan tashqari, payout sizga 100% payoutingizni qilib berishadi. Ya'ni 100%lik profit share, ya'ni 80 ga 20 bo'lmaydi oylik olganingizdan keyin 100% anaqadan trade qilganingizdan 100% olasiz, undan tashqari sizga oylik to'lashadi. O'zbekmiz, qizuvda necha pul ekan oyligi shunda? Oyligi $4,000 boshlanadi. 4,000 dan boshlanadi. Bu 350 minglik shotda $4,000 boshlanadi. 500 minglik darajasiga chiqsangiz 10 mingga borishadi. Biz shunday qilishni qanchagacha olib scale qila olasiz shotda? 500 minggacha olib chiqa olasiz. Siz qanchagacha olib chiqa olasiz shunda? Oylik olish darajasigacha olib chiqa olganman. Hali 500 mingga chiqqanim yo'q. Ya'ni necha puldan, necha yuz mingdan boshlab olyapti? 350 mingdan boshlab to'layishadi. 150 minglik darajaga kelgan vaqtim menga risk temi, intervyu uchun emas, YouTube uchun emas, shunchaki risk temi sani ishlash uslubingni tekshirmoqchimiz deb intervyuga chaqirishgan. Inglizcha bo'lgan intervyularimiz. O'zlari ham hayron bo'lishdi, sababi meni ishlash uslubim juda boshqalarga qaraganda noodatiroq deb o'ylayman. Siz o'zgacha tilaysiz. Noodatiroq deb o'ylayman, chunki kimdir bayga kelsa men serga shunchaki ular ham boshida nima qilishmagandi. Keyin 150 mingdan keyin 175 minglik darajaga chiqqanimdan keyin ular YouTube'ga intervyuga chaqirishdi va intervyuga chaqirishgan jarayonida meni accountim 200 minglik o'tib ketib qolgandi, ya'ni scale up bo'lganda-da. Va 200 minglik shot bilan intervyu qilishganda o'sha vaqtda
boshlanishda masalan har bitta nimada mani nimam 200 minglikda bo'ladimi 100 minglikda bo'ladimi har doim nimamni riskimni 1%, ya'ni onlot 100 minglik uchun onlot solgan bo'lsam 200 minglik uchun 20 lot va 1%, ya'ni 10 pips stop loss qo'yib mana shunaqa darajada ketaverganman, asta etap ko'tarilib ketavergan. Oxirida shu 200 minglikdan keyin intervyudan keyin ular ham ko'rishdi, yaxshi natija sinashdi mani, sababi menimcha sinashdi deb o'ylayman. Juda qiziqarli voqea bo'lgan. 250 minglik nimaga chiqqan vaqtim withdraw qilishim kerak. 90 ga 10 adashmasam anaqasi profit share. Menga 3,5 ming plus просто shunchaki yechib olishga ruxsat berishyapti. Endi o'zbekimiz qiziqamiz, 3,5 ming plusni shunday yechiverdim. Ya'ni o'zi aslida yechishim mumkin bo'lgan summa 3,5 mingdan kichikroq edi, adashmasam 8 ming qanchadir edi. Lekin 11 ming menga 11,5 ming, 11,600 gacha yechishga ruxsat berishyapti. O'zi 8 ming payout kirib 11 ming yetsa bo'ladi. Ama shunchaki 11,600 ni bosib yubordim. Bosdim, qarasam ishlasa bo'ladigan bo'lyapti. Shunda olaman, kim ekan shunday oldim, keyin qaradim, anaqada ham MetaTraderga kiraman, ishlasa bo'ladigan. Lekin nimam, balansim 250 mingdan pastroq, ya'ni 3,5 ming minus qilib tashlagan. Lekin ishlasa bo'ladi. Ya'ni 3,5 ming minus bemalol ko'tarib olsangiz bo'ladi. Keyin yo'q, men aytdim, to'xtadim. Chatan etadi. Anaqaga yozdim, supportga yozdim, ular bilan bog'landim. Shunaqa vaziyat. Men ishlaganim yo'q. Mana shunda nima qilishgan? Texnik sistema xatosi bo'ldi. Mana shu narsani ko'rib beringlar dedim. Keyin ular ham tushunish shekilli astagina 3400 lik akkaunt sotib olishga anaqa berdi menga. Dastur berdi. Shu 3400 ni mana shu orqali 3400 ga. 1,5 ming уже plus minus bo'lib ketib qoldi. Shuni menga link tashlashdi, o'sha link orqali olgan pulimni qaytarib berdim ularga. Undan keyin o'sha asta darajadan keyin boshqa odam bo'lganda ichkari qo'rardi, lekin gap yo'q. Keyin asta level up bo'lgandan keyin kontrakt taklif qilishdi. Kontraktni men o'zi bilasiz, shu vaqtgacha umuman Telegram, Instagramga qiziqmaganman. Shart bor edi, что ular bilan ishlash uchun sizda qanaqadir baribir social media ochish kerak degan nima bo'ldi, ya'ni social media orqali baribir ko'rsatish kerak, har qanaqa anaqaga har xilcha offer berishadi. Meni anaqam sharti Telegram ochishim, YouTube, Instagram. O'zi umuman bunaqa narsalarga qiziqmasdim, lekin kontrakt bahonasida hammasini ochdim. Чтобы keyinchalik payoutlar qilib olish ham osonroq bo'lishiga ham xizmat qiladi bu narsa. Mana scale up haqida tushuntirib berdingiz-ku. Bu haqida mabodo YouTube'ga anaqa qilmaganmisiz, video qilmaganmisiz? YouTube'ga qilganman. YouTube'ga qilgansiz. Siz uchun hamma tushunish uchun, yangi traderlar tushunish uchun aytib o'taman. The Five Years kompaniyasi 2016-yildan beri ishlab keladi. Hozirda O'zbekistonda FTMO yo'q, lekin FTMOdek teng o'ravandagi kompaniya. Ya'ni juda kuchli kompaniyalardan biri. Ya'ni buni obzori bo'lgan. YouTube'da Muso FX YouTube'da qo'yganman. 3 ta bosqichi bor, ya'ni 3 ta tarifi bor. Scale up, anaqa high stakes, hyper growth hamda bootcamp. Hammasi bootcamp. Anaqadan YouTube'dan ko'rib olishlari mumkin. Muso FX YouTube kanalida. Reklama qilib ketdilar, takka qaranglar. Bu qanaqasiga просто shunday reklama qilib ketdilar. Albatta hazil qarayman, bo'lmasam videoni o'sha opisaniyasiga hamma taqir-tuqurlarni qoldiramiz. Misol kam Instagramlari, Telegramlari, yana bir ikkisini poligon qilsalar, boshqa narsalarni ham linklarni qoldirishimiz mumkin. Gaplashamiz bu narsani. Ya'ni hamma shu YouTube'larni qoldiramiz. O'rtoqlar, jiddiy qilib aytadigan bo'lsam, o'tib o'sha videoni agar mabodo ham scale up, ya'ni shu 100 ming akkauntni qanaqa 500 mingga olib chiqish tushunmagan bo'lsanglar, qanaqa batafsilroq tushuntirgansiz YouTube'da, to'g'rimi? O'sha videoni ko'rib, o'sha obzor bu podkastda uni obzor qilaman bugungacha. Vaqtimiz ham ketib qoladi. Qarang, misolga men qiziqman, men o'sha siz scale up qilgansiz-ku, shunda ketma-ket nechta payout bo'lgan shunda u summaga chiqish uchun. Chunki aytyapsiz-ku, bitta ichasan, ikkita ichasan, 10% qilasan, bitta oshiradi do'z. O'pishini eshitib o'tib shunda payout anaqasi yo'q, men sanamaganman to'g'risi. Yo'q, endi taxminan bunday o'ylab qarasa 20 tadan, menimcha 25 talar atrofida bo'lib qoldi.
25-30 dan Fiverr o'zida 25-30 dona, ya'ni har bir payout cycle'da o'zi 25 dan ko'p deyapsiz. Ha, shu payout menga kelib tushgan payoutlar soni 25-30 tadan ko'p o'zi shundoq. Ko'pchilik uchun bu kisat quvvatli degan narsa bo'lishi mumkin. Keling o'shaning uchun bunday qilamiz. Podkast chiqqan kuni iloji bo'ladimi? Fiverr'si payout bo'limi bor. Mayli, bizni endi baribir hammada shaxsiy konfidensialnost degan narsa bor. Biz u narsaga qarshiligimiz yo'q. Qanaqadir summani qaysi joyini bekitib bo'lsa ham bizga shu imенно podkast chiqqan kuni payout soni bo'ladi-yu. Masalan 20 ta plus deymizmi? O'sha joyni screenshot qilib Instagram storyga qo'ya olasizmi? Albatta. Chunki aytaman, men ham o'zim ham ko'p podkast ko'raman, treyderlarnikini. U deydi, baribir aytgan narsasini videoda ko'rmaysiz. Masalan, hozir biz 700 ming payout qildik deb o'tib ketishimiz mumkin. Tushunasizmi? No, baribir mana bunaqa, mana pro firmadan menimcha, mana sertifikati, mana o'sha saytidan screenshot, hamma shu anaqalarni bersak bo'ladi. Bu confirmation sifatida. Flex yo maqtanish sifatida emas, to что sizni gap isboti bilan deydi-yu baribir. Bu narsa baribir unaqada. Ammo yo'q. Shu o'zim ismimda Fiverr saytidan nechta payout qilgan bo'lsam, pulni bir chekadek payoutlar sonini ko'rsatib Instagramga story qo'yib qo'yamiz. Shu podkast chiqqan kuni shu podkastda shu momentini ko'rganinglarda, agar sizlarda baribir bu odamda bu tabiiy holat, savol tug'ilishi, qani o'sha payout deydigan odam shundoq hozir mana 24 soat turadi. Endi bu podkastni boshida ko'rgan odamni ko'rar ekanda-ku joyini. Ilija aktualligi qo'yib qo'ying, agar qanaqadir qarshiligingiz bo'lmasa endi u siz ishingiz aka. Aktualniga qo'yib qo'yaman, chunki aktualniyada payout degan bo'lim ochib qo'ydim yaqinda. O'sha aytgan sertifikat, QR kod, iloji bo'lsa mana bunaqa narsa veb saytidan ko'rsatsangiz, to что endi chunki sertifikatni baribir yasayotganlarni o'zimiz atrofimizda ham ko'rdik. O'shaning uchun ham iloji bo'lsa nima qilsangiz? QR kodlari bor, bir xillarini bemalol QR kod bilan tekshirib olish mumkin. Qolganlarini nima qilib qo'yamiz? Screenshot qilib. Tushunarli. Zo'r bo'ldi, lekin men o'zim ham o'sha imенно Fiverr bilan YouTube'ga chiqqan intervyudan keyin baribir odam ancha faxrlandi. Chunki men o'zim undan natijaga erishmaganman. Ya'ni shogird ustozdan o'tdi degan deb bemalol aytsak bo'ladi. Men o'zim doim FTMO kanaliga chiqish xohladim. Men ham xohlaganman. Ya'ni intervyu olishligini. Lekin imенно FTMOdan xohlaganda, afsuski bizda hozir FTMO blokda. No, baribir undan keyin boshqa prop kompaniyalardan ham chiqqanim yo'q. Siz uddaladingiz aka, tabriklaymiz. Juda yaxshi natija. Adashmasam, hozir yana bitta bola, yana bitta o'zbek treyderni ko'rdim. Imенно Fiverr'ni YouTube'da intervyu qilishgan. Hammaga omad tilab qolamiz. Yaxshi prop kompaniya hozirgi kunda deymiz, kelajagiga hech nimani, ya'ni moliyaviy maslahat berish niyatimiz yo'q. Hamma o'zi research qilib olish kerak, lekin hozirgi kunda men ham o'zim ham ko'pchilik so'raydi, Fiverr'ni maslahat beraman. Juda ham yaxshi prop deb prop mavzusidan trade'ga qaytadigan bo'lsak. Trading is boring deyshadi inglizlar. Shunaqa gap bor, ko'pchilik aytadi bo'lmagan gap. Bu qanaqa boring bo'lishi mumkin? Chunki emotsional anaqa skachok tepaga, pastga tepaga bu hech qanaqasiga boring bo'lishi mumkin emas deydi. Bir xil aytadi, yo'q, bu zerikarli kasb, chunki sen faqat kutishdan iborat, seni kasbing dedi. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi kim qanaqa qarashga bog'liq deb o'ylayman. Chunki hamma har xil qaraydi. Bu trading odamni xarakterini ko'rsatib beradigan kasb deb o'ylayman. Men uchun zerikarli emas. Sababi men asosan tradingda limitlar bilan ishlayman. Limitlarimni qo'yib qo'yaman. Borsa bordi, bormasa prosta shaxmatni o'ynab o'tiraman yo'qida o'zim qolgan ishlarimni, internetga qolgan ishlarimni bemalol qilib o'tiraman. Men uchun trading umuman zerikarli emas. Aksincha, meni o'zimni ichimdagi kasb deb o'ylayman. Bunaqangi soha nafaqat O'zbekistonda, boshqa dunyoda ham trading beradigan natijani, trading beradigan erkinlikni yoki-da imkoniyatlarni boshqa kasb bera olmaydi deb o'ylayman. Shu sababli men uchun orzuyimdagi, prям idealimdagi kasb bu trading. Tushunarli. Hozir mana aytdingiz-ku, limitlarni qo'yib qo'yaman, shaxmatni o'ynayman deb sekin gapirib o'tib ketdingiz. Adashmasam, sizni savdo usulingiz, savdo modelingizni ingliz tilida Fiverr YouTube kanalida ko'rsa bo'ladi. Shu haqida gapirib o'tgansiz. Lekin
O'zingiz YouTube'ingizda o'zbek tilida tushuntirib berganmisiz yo'qmi shu kungacha? Yo'q, o'zimning kontent bo'lmagan. Yo'q. Bo'lmasa keling, mana bunaqa qilamiz. Talab bo'lsa bizdan taklif. Agar Muso akamni ishlash uslublari sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarni shu qizuvligini bildirib ketinglar. Biza mana qilaylik. Hozir men Words of Wisdom degan bola bor. Bilsangiz, prям trading olamida podkastlarni qiroli. Zo'r kontent qilgan. Men o'zi birovdan просто tak kontent olishni yomon ko'raman. Kopiya qilishni rost, men bu narsadan foydalandim, har doim kredit berib ketaman. Ya'ni shundan olindi, shu saytdan olindi. Mana shu boladan ilhomlanib olindi deb ketaman-da. Hozir zo'r narsa qilishyapti, traderlar bilan o'tirishyapti-da, kamerani tepadan qo'yib qo'yapti-da, doska qo'yapti. Doska qo'yib, oddiy markerlarda doskada gaplashib o'tirishibdi. Ko'chib, men bu saytga yetgandan keyin MSS kutaman-da, FVGdan kiraman deyapti. Ma'lum bir trader o'tirishibdi. Endi biz shu kungacha bu narsani Trading View'da dars yozib kelganmiz-ku. No interaktivniroq bo'lishi uchun mana shu narsani qilishni plan qilib yurgan edim. O'zi agar mana obunachilarimizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aka siz bilan o'tiraylik-da. Bitta ko'rsatib bersangiz, yo'q demasangiz, savdo modelingizni qanaqa payt kutasiz, nima confirmationlar, qanaqa stop loss qo'yiladi, risk management qanaqa qilasiz. Agar obunachilar so'rasa, menimcha yo'l demasangiz kerak. Albatta. Обязательно. Aktiv ko'rsatinglar, kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada bilib olamiz. Da. Content есть content. Boya stabillik haqida gaplashdik, misolga siz bilan consistency. Ya'ni consistent trader bo'lish haqida gaplashdik. Siz uchun stabil trader o'zi qanday inson, qanaqa trader u? Nima tushunasiz stabil trader deganda? Stabil trader deganda stabil o'zini o'zi boshqaradigan insonni tushunaman birinchi navbatda. Endi hech qachon hammada 100% stabilnost bo'lmaydi. Sababi oilaviy muammolar bo'lib qolishi mumkin. Chunki oilaviy muammolar xohlaysizmi, xohlamaysizmi ishingizga ta'sir qiladi. Bu emotsional ta'sir qilib beradi. Hamda o'z ishingizdagi ketma-ket losing streaklar, ya'ni ketma-ket stop losslar yoki har xil anaqalar. Mana shu narsaga ishning bir qismi sifatida har doim qaraydigan insonni stabil trader deb o'ylayman. Ya'ni qanaqadir stop lossdan keyin yoki oilaviy ish yo'lidan keyin yoki qanaqadir muammo, bu yoqdagi muammolarni ishga nima qilmasdan, ya'ni o'sha vaqtda shunchaki bu muammolarni chetlab o'tib, ishga ham qo'shmasdan ishni ish sifatida, ya'ni tradingni как ish sifatida olib, o'sha vaqtda ishdan uzoqlashib turib, ya'ni o'zini nimasiga, ish jadvaliga ta'sir qilmaydigan narsalarni olib tashlash kerak va o'sha vaqtda tradingdan uzoqlashib turish kerak. Bu narsani qila oladigan insonlarni stabil trader deb ko'raman. Zo'r, bir ajib javob bo'ldi. Nimaga? Chunki men ko'pchilik bilan gaplashib suhbat qurganimda stabil trader deganda stabilni foyda qilayotganda tushuniladi. Deyishardi qolganlarning fikri. Ya'ni har oy yechib yuribdimi, har hafta yechib yuribdimi, har kuni pul yechib yuribdimi? Bo'ldi. Stabillikni ko'pchilik faqat pul yechish bilan o'lchab kelgan shu kungacha. Men ko'proq sizni fikringizga qo'shilgan bo'lardim. Stabil trader bu faqat stabil foyda qilgan trader emas. Da, men o'zimning ham qarashlarim bor, xudo xohlasa shu haqida gapirib beraman. Lekin juda ham qiziq fikr. Aka, qarang. Men traderni yo'li bor. Masalan, boshlaganingizdan hozirgi kungacha men traderni yo'lini grafikka o'xshataman-da. Trading View'da grafikka o'xshataman. Ya'ni doimiy skachoklar, uptrendlar va downtrendlar, konsolidatsiyalar. Ya'ni sizni tradingdagi yo'lingizni xuddi shu grafikka o'xshataman. Mana shu sizni hayot tradingingizdagi uptrendlar va downtrendlar haqida gaplashmoqchi edim. Qanaqadir istiqolarli, mamlaqadir oy, yil, choraklar yoki yiqilishlar. Tradingdagi uptrendlarim menda umumiy globalniy uptrend haqida gaplashadigan bo'lsak, shu aytganimdek, 5 years bilan Alpha Capital bilan ishlab boshlagan jarayonimni aytgan bo'lardim. Sababi o'sha davr Alpha bilan 5 years. Chunki mana shu ikkala kompaniya boshqacha darajaga olib chiqqan. Lekin shu o'rinda aytib o'tib ketay, Alpha Capital bilan ishlayman deb boshlamoqchi bo'lganlarga maslahat bermayman. Sababi men o'zimda juda ko'p muammolar bo'lgan. Pul yetishda, ya'ni
to'xtang siz maslahat bermayman deyolmaysiz. Alfa Capital scam deyish kerak bo'ldi. Olmaylar. Men o'zim Alfa Capitalda aka, o'zi Alfa Capitaldan oldin kelganingizda men sizga aytdim. Misolga chotda Alfa Capital azina Skolskiy kompaniya deganimda, lekin baribir muvaffaq bo'ldingiz. Ular bilan shu support orqali gaplashib, pul yetishga-yu, lekin men o'zim ham hozirgi kunda вообще Alfa Capital o'rtoqlar to'g'risi maslahat bermaymiz. Pul yetish bilan juda ham katta muammolar bor. Ya'ni payoutni deny qilishi juda ham anaqadan yuqori. Shunday boshida ham 2-3 marta aytib qo'ydim Alfa Capital haqida. O'shandan keyin masalan qidirib kirmoqchi bo'lganlar maslahat bermayman, sababi payout denial bo'yicha juda katta o'rinda turadi. As a Fireface'da bu narsa boshqacha, ya'ni men o'zim bemalol qanaqadir muammo bo'lsa maksimal yechib berishga harakat qilaman. O'zbekistondagi hozir rasmiy vakiliman. Xo'p, uptrend haqida gapiradigan bo'lsak, aynan mana shu davr men uchun uptrend bo'lgan. Chunki menda motivatsiya oylikkacha chiqish bo'lgan. Ya'ni 350 minglik minimum 350 mingga chiqsam, men oylik olsam, keyin 500 mingga chiqsam, 10 minglik olaman. Savol kelib qoldi, o'zir gapingiz bo'ldi. Mana shu oyligiga chiqish deyapsiz. Qarang, masalanda, endi o'zbeklikka boryapman-da. Oylik periodga chiqdim. Menga 4000 dollar oylik bermoqchi, lekin men payoutni to'xtab qolsachi. Masalan, minusga kirmayapman, bezubitkalarda yuraman deysiz. Accountingiz ketmasa bo'ldi. Accountingiz ketmasa bo'ldi, oylik olasiz. Chunki sababi kontraktda yozilgan bo'ladi. Sizning nimangiz, ishingiz mana 4000 uchun beriladigan shartlar boshqacha bo'ladi. Ya'ni aytaylik, ularga content yokida reklama har xil anaqa. Baribir qancha savdo qilish, savdo qilish talab qilinadi, lekin foyda qilish talab qilinmaydi. Ish tomoni yaxshi ekan. Ya'ni savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni inactivity rules bor. Agar 30 kun ichida biron marta ham savdo qilmasangiz, accountingiz uxlab qoladi. Lekin u yerda sen minus qilishing kerak, plus qilishing kerak degan haqida gap yo'q. Ya'ni plus qilasizmi, savdo minus qilasizmi farqi yo'q. Siz oyligingiz olarasiz. Va mana shu jarayon men uchun globalniy uptrend. Downtrend haqida gaplashadigan bo'lsak, aynan menga boshida ta'sir qildi baribir kanallar, Instagram, YouTube. Menda downtrend yo'q, menda faqat korreksiya bor. Menda faqat o'sish trendi bor. Endi odammiz baribir, chunki menga o'zi shu vaqtgacha sotsial odam emasman. Haligacha masalan o'zimni internet odam deb o'ylamayman. Boshida aytdingiz, ChatGPTga o'xshab gapirasiz. Chunki boshidagi birinchi adashmasam birinchi yoki ikkinchi videom Instagramda ham как ChatGPTga o'xshab qolibdi deb aytdingiz o'zingiz ham komment. Instagramda video chiqqan. Men o'zi gapirish stilim mana shunaqa. Ya'ni unchalik internetni zo'r qilib yubora olmayman. Lekin qo'limdan kelguncha harakat qilaman, chunki kontrakt bor, boshqa bor. O'sha baribir ta'sir qildi menga, chunki любой odamga ham, psixologiyasiga ham, boshqasiga ham, sababi kontentingiz bilan yokida qanaqadir planlar bilan nima qilishga vaqtingiz ketib qoladi, chalib qoladi. O'sha sabab menda downtrend bo'ldi, ya'ni minusga tushib qoldim. Menda downtrend shu aynan kontraktdan keyin, nimadan keyin boshlangan. Ya'ni sizni hayotingizga Telegramda kanal, YouTube'da kanal, Instagramda Reels qil degan topshiriqlar deymizmi, yo qilishingiz kerak bo'lgan narsa tushib kelgandan keyin bu siz savdoyimga ta'sir qildimi? Ta'sir qiladi. Akkauntni oqib ketishi. Endi menda bitta qoida bor. Masalan, real shot bo'ladigan bo'lsa, real shotim minusda turibdi yoki men funded shotim minusda turibdi yoki bo'lmasam funded shotni ahvoli yomonroq bo'lsa yoki plusda turgan vaqtda nimadir xato qilishingizni odam o'zi biladi-yu, odam ichida anaqasi bo'ladi, tushuntirib bera olmaydigan narsalari bo'ladi. O'sha vaqtda men alohida bitta hisob olaman, farqi yo'q. Qaysi kompaniya shot olib qo'yaman, qaysi kompaniyani bo'lishidan qat'iy nazar. Olaman, o'sha vaqtda lutchi bunda savdo qilib turaman. Ya'ni fundedni oqizib yuborganimdan ko'ra minus qiladigan bo'lsam, bu yoqdagi $500 $1000 farqi yo'q, 100 minglik, 200 minglik o'sha shotni olaman-da, o'sha shotni ishlab turaman. Shunda men berimdagi hamma narsa toza bo'lmaguncha fresh bo'lsa, keyin asta bunga qaytaman, keyin asta bemalol bunda ishlab boshlayman. Umumiy hisobda aytadigan bo'lsak, birinchi o'qigan jarayonimda hammada nimada ketgan bo'lsa, uptrend bo'lsa, meniki pastga tushgan. Sababi menda boshida faqat o'qish jarayonimda o'rgangan narsalarimni bu yoqda qo'llab nima qilganman, boshqa qilganman, o'zimdan yana qo'shimcha narsalar tiqqanman. Asosiy siz bergan narsalarning mohiyatini tushunmaganman boshida. Ya'ni tushunishga harakat qilib, bu yoqqa tiqaverganman, bu yoqqa ketavergan. Lekin u yoqdagi asosiy mohiyat aslida odamning o'zida bo'lgan.
ya'ni bu yerda hech qanaqangi nima emas, ya'ni boshidagi minusim faqat bu siz bergan narsalarni men oxirigacha tushunmay bu yoqqa tiqib ketaverganim. Keyin уже aytardingiz-ku boshida ham haligacha ham aytasiz, treyder qila oladigan narsa bu odamning psixologiyasi, ya'ni odamni boshqara oladigan narsa. O'sha narsani уже tushunganimdan keyin asta tepaga chiqaman, ya'ni minuslarimni qoplaganman, stabillik jarayoniga chiqaman 1 yildan keyin ozgina iyuldan boshlab iyun pastga tushgan va anaqaga 5 years alpha capital jarayoniga kelgan, yana tepaga chiqqan va anaqaga ismi nima boyagi social site'ga kirib kelish jarayoni va asta ko'tarilyapti endi. O'zi mana aytdingiz-ku boshlaganda bunaqa bo'lgan deb bitta zo'r misol bor. Mana qolganligi ham qiymat manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. IMD pattern'i bor, bilamiz, accumulation, manipulation, distribution. Endi boshlagan va o'rgangan davringizni hisoblasak, endi o'rganayotgan davringizni va o'sha paytda IMD pattern'i hosil bo'ladi deydigan bo'lsak-da, albatta manipulyatsiya pastga bo'lgani yaxshi. Shunday. Men shunaqa tushuntirishga harakat qilaman-da bolalarga. Manipulyatsiya tepaga bo'lib turib, distribution pastga bo'lgandan ko'ra, ya'ni boshlaganingizdan keyin omad bilan yoki randomniy qanaqadir daromad qilib qo'yib turib, keyin pastga juda katta qulash ko'rgandan ko'ra, sirrazu men o'zim shogirdlarimga ham aytaman, sirrazu realityni ko'rishni xohlayman, realness ko'rishni xohlayman traderlar. Ya'ni kirdi pastga yurgani o'ziga ancha yaxshi. Shtobi baribir 1 qadam oldinga tashlash uchun 2 qadam ortga tashlaysiz. 100%. Manipulation pastga bo'lsa, tepaga distribution ko'ramizda. Men shu joyini bitta narsani qo'shib aytmoqchiman. Shu vaqtgacha men juda ko'pchilik traderlarni ko'rdim, boshqasini ko'rdim. Meni eng katta plyusim, mentor topishda to'g'ri qaror qabul qilganim. Endi bu narsa hech qanaqangi reklama nima emas. Sababi insonni, masalan, o'ziga xarakteriga yaqin inson bo'ladi baribir. Masalan, to'g'ri narsani, noto'g'ri narsani ochiq sifatida ko'rsatib o'tib ketadigan insonlar bo'ladi. Men sizni mana shunaqa sifatida ko'rganman, ya'ni boshida ishlash jarayonida ham o'z ishingizga qiziqib yurardim, trading sohasiga, trading tushunmasdim. Qiziqib, rahmat. Oxiri sizdan o'rgandim bu narsani va bitta eng zo'r plyus tarafi deganimda bitta mentorga o'rganman men. Bitta ustoz, ya'ni har xil strategiyani emas, faqat bitta sizning uslubingizni o'rganganman va mana shu uslubni men o'zimga moslashtirib, o'sha narsani orqasidan ko'tarilganman. Ya'ni u strategiyaga qanchadir vaqtimni sarflamaganman, bu strategiyaga qanchadir vaqtimni sarflamaganman. Masalan, o'zingiz ham aytgansiz, boshida juda qiynalgan bo'lgansiz, o'zingiz ham masalan strategiya tanlashda unisini ham o'rgangansiz, bunisini ham o'rgangansiz. Meni eng katta plyusim o'sha vaqtdan yutganim, ya'ni siz o'sha narsalarni saralab menga bitta qilib tushuntirib aytganingiz menga eng katta plyus bo'lgan. Mana shuning hisobiga ham mening o'sish jarayonim, progressim kattaroq bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni bu o'sishda, bu jarayonning hammasida sizning o'rningiz bor. Shu vaqtgacha men hech qachon masalan 5 years YouTube'da ham aytganman, meni mentorimning o'rni bu anaqada juda katta. Sababi mentorni tanlash va mentor o'zgartirmasdan bitta narsa bilan ketish progresslik traderni bir anaqasi deb o'ylayman. Tushunarli. Rahmat, aka. Birinchi navbatda biz ham shogirdlar shunaqa natija qilganidan xursand bo'lamiz. Biz ham bunaqa podkastlar qilish baribir qilib bu ustoz xohlaydi. Masalan, o'tkazib o'zini shogirdlar bilan natijalari bilan bo'lishib, lekin mehnat baribir o'zingizga biz sababchi bo'lib qoldik. U narsani men yaratmaganman, aka. Men internetdan olib, repackage qilib, chiroyli qilib, tushunarli qilib sizga berdim. Men shu kungacha ham shogirdlar chiqargan bo'lsam, men endi o'zimning pozitsiyamni bildirib ketmoqchiman-da shu joyda. Men o'zimni qanaqadir Shehrozda o'qisam yo o'sha One People Cell'da o'qisam, misol fix bo'lar ekanman yoki daromadga chiqib ketarman degan narsaga men qarshiman juda ham, chunki men qanaqadir bozorda hech qanaqa sekret narsani bilmayman. Men hech qachon menda o'qiylarni tortmaganman. Shuning uchun YouTube'ga ana ko'ryapsiz aka, уже 26-darsga keldik. Hammasi besplatno kiringlar. Описание link o'rganinglar bo'ldi. O'sha sizga ham aytganman. Misolga men sizga sizdan bilan ishlamoqchi bo'lgan narsalaringizni men YouTube'ga qo'yganman va bu narsa hech qanaqa holy grail narsa emas. Ya'ni siz prosta keldingiz, o'rgandingiz, soqqa qildingiz emas. Baribir olib ketyapti. Olib ketolmay olib ketmayapti. Qanaqadir ko'proq mendan ham ko'ra
baribir shogirdlarni o'zida gap yo'q, men inkor qilmayman, o'rgatyapmiz, vaqt ajratyapmiz, savolingizga javob ber, uy ishini ko'rib ber, yo'lda ketayotganda anaqa yo'l ko'rsatib ket, gap yo'q, qilyapti narsa, lekin baribir birinchi navbatda odam o'ziga bog'liq. Odam o'ziga bog'liq deb hisoblayman. Baribir maqtanib yuramiz aka. Maqtanib sizni orqangizdan ancha-muncha odam yozdi. Hozirgi kunda o'sha Telegramingizda ham yurg'izyapsiz, shuni hisobiga ham baribir maqtovni men eshitmayman. Aka, gap yo'q, bunaqa shogirdlar, eng qiziq shogirdlar ham ko'p o'zingiz bilasiz, bitta emas. Shogirdlar orqasidan rahmat eshitib yurish baribir juda ham приятный bo'lar ekan. Sizlarga ham rahmat. Tak, ozgina aka temani o'zgartirmoqchiman siz bilan. Hozirgi kunda men endi dunyo tradingi nima bo'layotganini X'dan ko'raman faqat. Twitterdan ko'raman, Instagramdan emas. Instagramga kirsam qanchalik kambag'alligimni bilib qolaman-da. Hamma milliarder. Shuning uchun X'da kuzataman traderlarni. Va shunaqa narsaga guvohi bo'ldimki, eng zo'rlar negadir futuresga o'tib ketdi. CFD da eng katta payout qilganlar futuresga o'tib ketdi va futuresda ham payout qilyapti va nimagadir shu dunyo tanigan eng katta influenserlar faqat futures haqida gapirish bilan ovora. Men o'zim ham hozirda futuresga o'tib ketdim. CFD target qilmayapman, MetaTraderda umuman problem qolmadi. Sizga bermoqchi bo'lgan savolim, chunki sizning ham xabaringiz bor. Futuresdan oldingiz, futures akkauntlaringiz bor. O'zi CFD bilan futures bu yog'iga 2026 da davr kimniki va siz qaysi tomondasiz? Xo'p, men hozir 50 yillik, ya'ni unisida ham, bunisida ham borman va bu ketishda davom etmoqchiman. Asosiy urg'uni lekin men ham futuresga bermoqchiman. CFD ni stabillik uchun, futuresda esa ko'proq daromad qilish uchun. Ya'ni futuresda imkoniyat kattaroq, katta daromad qilgani. Nega? Sababi futuresda real shotga, ya'ni bozor, главный Chicago bozorga ulab, bemalol sizni payoutlaringizni berish imkoniyati kattaroq, chem CFDlarga qaraganda, chunki CFDlar hammasi realniy bozorga ulamaydi deb o'ylayman. Kattaroq payout qilsa, ko'pchilik brokerlar denial qiladi, ya'ni отказ qilishadi. Shuni hisobiga ham hozirgi 2026 ni men futuresdan aytaylik, maqsadim minimum 2 million qilish, 2026 uchun 2 million dollar kapital yo payout. Payoutda minimum 1 million qilish xudo xolasa. Chunki futuresda asosan men ham anaqani Instagramda ham, Twitterda ham futuresda eng katta yetishgan traderlarni bilamiz hammamiz. Plan qildim, xudo xohlasa, men rekordlarni 2026 da maksimum yangilashga. Rekordlarni endi bu yog'i xudoning maksimal harakat qilamiz. Xudo odamiz, bosish kerak. Ya'ni baribir futuresda imkoniyat ko'proq demoqchisiz. Futuresda ko'proq imkoniyat, sababi CFD da vaqt bemalol berilgan, to'g'ri. Masalan, anaqalari ham imkoniyat, foiz imkoniyatlari ham kattaroq. Lekin futuresda undan ham kattaroq imkoniyat demoqchiman. Ya'ni umumiy foiz hisobida solishtirsak, boya aytganingizda ham shunchaki bir 2000 dollar pul sarflasangiz, men o'zim hisoblab chiqdim yaqinda, eng arzon va optimal proplardan 2000 dollar pul sarflasangiz, sizda 1,5 million dollarlik akkaunt, ya'ni hisoblab bo'lar ekan. Masalan, CFD da, Forexda 200,000 dollar masalan Funded Nextdan olaman desangiz ham 1000 dollar bo'lib qoladi. 1100 da shuni o'zi ham. 1100. 400,000 ga 2000 oldingiz nima yoki nabarot valdiryapman, gapirib turing, o'rgatib turing. Qarang, 2000 ga 400,000 dollar olsa, 2000 ga bu yerda 1,5 million kapitalga ega bo'lasiz. Haqiqatan shu tomondan futuresda menimcha ham 2026 futures olami bo'ladi deb o'ylayman. Juda ko'pchilik traderlar, massiviy boshlang'ich traderlar emas. Endi tradedan xabari bor, minimum 2-3 yillik anaqa nimalari bor, xabari bor insonlar faqat anaqaga, men bu futures akkauntlarga o'tib ketishyapti deb o'ylayman.
chunki boshida unga futuresda ham o'ziga yarasha plus minus taraflari bor, lekin asosiy trader uchun payout, asosiy payout uchun trader anaqa futures eng zo'ri deb o'ylayman. Men chunki o'zim ham hozir maksimal harakat qilyapman, futuresdan ko'proq kapitalimni kattalashtirib, kattaroq payout qilishga. Sleeve ham qilib turibsizmi? Sleeve futuresda o'zidan 2 million kapitaldan oshib ketdi. 2 millionni bitta sleeve qo'ydingizmi yo bo'lib? Yo'q. 300 ming bittasidan 200 ming bittasidan mashina qilib bo'lib olaman. Masalan, har xil kompaniyalar, Funded Next, Funding Pips, Funding Ticks, uzr. Anaqa My Funded Futures, hammasidan har xil. Olaman, hammasini Ninja Trader orqali ulab, hammasini bittada ishlayman. Men aytganimdek, xuddi shu ishni safetyda ham qilganman. Ya'ni boshida hech qachon menda bo'lib ketmagan, ya'ni birdaniga foydaga chiqib ketmagan. Mana shu narsaga tayyor bo'lib turib futuresga qo'shilganman. Futuresda masalan yo'l xuddi shunaqa bo'ldi. Xuddi ham bir 30 takani doqqizib, keyin 2 million hisoblasak, anchagina account agar soniga hisoblasak, anchagina bo'lib qoladi 2 million kapital. Juda ko'p bo'lib ketadi. 50 millingni o'zidan 6 tada, shunisi 300 ming bo'ladi. Juda ko'p akkaunt bo'lib ketadi. Ko'p bo'lib ketdi. Lekin men hech qachon yo'q bo'ldi 2 million oqizdim, hanga emas ekan futures deydigan insonlardan emasman, traderlardan emasman. Yana 3 million ketsa ham faqat futuresdan nima qilib, futures. Bu yerda lekin safetyni tashlab qo'ymoqchi emasman. Safety ham bor. The Five Years bor, yana bir ikkita kompaniyalar bor. Kompaniyalar bilan safety ham ketaveradi, chunki stabilniy daromad uchun menga anaqa yaxshi. Safety yaxshi. Lekin bu tarafdan futuresda maksimalniy kapitalni kattalashtirib, rekordni yangilash planim, xudo xohlasa. Tushunarli. Mana qarang, aka, mana shu bosib o'tgan yo'lingiz bor-ku. Payoutlar qildingiz. Intervyular berdingiz. Nimaga erishgan bo'lsangiz, kimlardir uchun juda katta natija. Kimlardir uchun juda kichkina natija. Lekin baribir aksariyat odam uchun katta natija. Katta, juda katta narsa bu. Chunki men endi o'zim ko'raveribman-ku. Bu hali yetganimda kim uchundir kichkina natija. To'g'ri, bu bilan sportlash yo'q. Lekin bar ko'pchilik uchun katta natija bu narsa. Siz shu natijalardan o'zingiz faxrlanasizmi yo bu hali o'zingiz uchun ham kichkina narsalarmi? Men uchun kichkina narsa qilayotgan narsa. Kichkina narsalar. Juda kichkina. Hali boshlanishidaman, boshlang'ich yo'ldaman deb o'ylayman. Chunki 300 ming, 400 ming chiqarib qo'yish prop shotda ishlamas deb o'ylayman. Sababi yiliga minimum 2 million, 5 million payout qilish. Qani? Qilamiz maqsadim. O'shandagan yiliga 2 million, 3 million, minimum 2-3 million payout qila olsam, men o'zimdan faxrlana olaman. Ya'ni men uchun hozir даже 1 million chiqarsam ham faxrlanadigan darajada emas deb o'ylayman. Shu keyingi maqsadlarda. Tushunarli. Mana yana bitta savol kelib qoldi. Qarang, mana boshida boshlagan davringiz bor. Boshida boshlagan davringizda nimadir menga boshida boshlaganimda mana shu narsa yetmaganda degan narsa bo'ldimi? Yo'lingiz davomida. Boshida men nima qilsam bo'lardi yoki men nima imkoniyatim bo'lmaganda mana bor. Birinchisi paralani boshida juda ko'p qo'yganman. Boshida faqat ikkita para bilan ishlasam bo'lardi degan narsa o'tgan. Sababi shu boya to'xtalgan mavzuyimizda boshingiz nimagadir urilgandan keyin baribir sezasiz-da, nimadir xato bo'layotgan. O'sha vaqtda sezganman, shu boshidan men bu ikkalasini to'liq olib ketmagan ekanman. Boshida men faqat ikkalasini ustida, xarakterining ustida ishlamagan ekanman degan xayol o'tgan. Va boshidan tilla bilan bekor ishlagan ekanman degan narsa bo'lgan. Lekin tilladan ham ko'proq payout qilganman. Real shotda ham payout qilganman, tilladan ham juda katta payoutlar bo'lgan. Lekin o'shanga yarasha minus ham ketgan. Bu ikkinchisi, ya'ni tilladan olib tashlash, anaqani ko'paytirish, ismi nima? Paralarni ko'paytirish va uchinchisi sabr. Shu narsa yetishmaganmi sizga? Sabr yetishmagan deb o'ylayman. Anaqa overtrade ko'p bo'lgan. Ya'ni sabrsizlik orqasidan overtrade ko'proq bo'lgan. Ya'ni trade orqasidan ketma-ket trade qilaverish ko'p bo'lib ketgan boshida. Ya'ni bir kunning o'zida men
5 ta 6 talab trade qilib tashardim. Overtrade'ga nima yechim bor? Bu ko'pchilik muammosi. Overtrade'ga odam o'ziga o'zi to'siq qo'ymasa, overtrade'ga hech kim to'siq texnika, hech nima yordam bermaydi. Strategiya, hech qanaqangi strategiya, hech nima yordam bermaydi. Faqat odam o'zini o'zi cheklashi kerak. Overtrade'ga men o'zim qanday cheklaganman? 1% har doim qo'yaman. Agar bugun 1% minus qilsam, to'xtataman. Farqi yo'q. Masalan, o'zi kuniga 2 ta savdo qilishni plan qilaman. Masalan, Londonda bitta, New Yorkda bitta. Agar Londonda bo'ldi uxlasa, ketdi. Agar 2% dan bir kunning o'zida 2% dan oshib ketadigan bo'lsam, stop loss'im kompyuter tek-tugi bilan yopaman. Endi tushunishga sababi bo'ladi-ku, men bir xilda tek-tugi bilan tokdan so'rasizmi? Vashi, shunday yopaman. O'rtoqlarimga telefon qilaman, PlayStation'ga 2 qadar yoki jabimiz toqqa ketaveramiz. Endi bundan buyog'iga leisure time kelyapti, tog'iga. Leisure time. Ya anaqaga qiziqasiz demak. Albatta. Leisure uchgani. No, qarang. Kelajakdagi maqsadlaringiz, ya'ni o'zim men kelajakdagi Muso FX'ni qanaqa ko'rasiz degan savolim bor edi. Qisman to что 2 million dollar kapital, muncha payout haqida gaplashdik-ku, no целый proyekt как бы Muso FX qaqirib ketyapti, ya'ni nima kutsak bo'ladi? Muso FX juda yaxshi savol. Kutilmagan savollar bo'lyapti hammasi paytda. Men kapitalimni minimum 2 million bu yil 2026 uchun maqsad umumiy qaraydigan bo'lsak, bu kapitalni 5-6 barobar kattalashtirib, mana shu kapital orqasidan masalan qilish jarayonida kimgadir foydam tegish, ya'ni o'zimning strategiyalarimni orqali kanalga ham tashlab boryapman. Masalan, qayergadir kirmoqchi bo'lsam, men bunaqa ideyadaman. Mana shu proyektni anaqaga ham, auditoriyaga ham ulashish hamda O'zbekistondagi emas, butun dunyodagi rekordchi trader sifatida olib chiqmoqchiman Muso FX kanalini. Ya'ni har qanaqa kompaniya bitta The Five emas, har qanaqangi prop kompaniya, har qanaqangi futures kompaniya Muso FX kim desa, men bu bola degan narsaga olib chiqmoqchiman. Mana plan. Men X maslahat beraman sizga. Twitter maslahat beraman. O'sha yerda akkaunt ochib, ingliz tilidan yurg'izing. Chunki shu to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman, mana bu maqsadlar uchun. Ya'ni yuz ekan o'zingiz rekordlar haqida gapiryapsiz-ku. Rekordlar Instagramda emas, X'da ko'proq. Twitterda. O'sha yerda iloji boricha kuzatsanglar ham, qolganlarga ham maslahat, o'rtoqlar, prop dunyosida nimalar bo'layotganini, qaysi propda qanaqa skitka, qaysi propda pul yetish bo'yicha problemalar bo'layotgani, shu narsadan xabardor bo'lib turmoqchi bo'lsanglar, prям birinchilardan bo'lib Twitter maslahat bergan bo'lardim, ya'ni o'sha X'si. O'sha yerda hamma narsa juda ham tez va siz birinchi bo'lib bilasiz. O'zi banda sizdan so'ramoqchi bo'lgan savollarim shundan iborat edi. Endi bizda aytdimmi boya, erkin suhbat. Ya'ni men savol berdim, men savolim tugadi, bo'ldi emas. Sizni o'zingizni qanaqadir sizni orqangizdan kelayotganlarga qanaqadir messengiz bormi? Ya'ni yetkazmoqchi bo'lgan gapingiz. Chunki siz auditoriya ko'rib turibdi, eshitib turibdi. Albatta, hozirgi boshlang'ich bu yani disclaimer sifatida aytib o'taman. Men har doim shunaqa deb aytaman. Bunaqa fikrlarni, bu fikrlardan maqsad o'zidan kimnidir yoqib, qanaqadir aqllilik qilib aql o'rgatish emas. Albatta. Aslida, nabarot, просто aytaman, chista qiymat, manfaat. Kerak odam olsin, kerak emas odamga kerak emas. Nima degan bo'lamiz? Endi juda ko'pchilik qilayotgan traderlar xatosi, men para tanlash degan tillar bilan ishlashni maslahat bermasdim. Chunki to'g'ri boshida zo'r foyda qilishi mumkin, o'sha orqasidan akkauntlar ham oqib ketishi mumkin. Chunki juda ko'pchilik yozishadi deb ham tillar bilan ko'p ishlab oqizib yuboryapman, ketib qolyapti. Maslahatim tillar bilan ishlashni to'xtatib, o'ziga mos para topishni.
Ikkinchi maslahatim hech qachon payout qilishga shoshilmaslik kerak-da. To'g'ri, hammaning sharoiti har xil bo'lishi mumkin. Kimgadir as soon as possible ertaroq pul chiqarish kerak bo'lib qolishi mumkindir, lekin trading bu soha emas. Ya'ni juda tezlik bilan pul chiqarishga mo'ljallanmagan. Ya'ni qachonki hamma psixologiyangiz to'liqligicha psixologiyangiz zo'r bo'lsa, tez chiqarishingiz mumkin, lekin tez chiqarmoqchi bo'lgan insonning psixologiyasida qanaqadir muammolar yotgan bo'ladi tagida. O'shaning sababli ham treyderlarga payoutni tezlashtirish uchun bu yoqqa bosim bermaslikda, ya'ni bu yoqdagi akkauntlarga bosim bermaslikda maslahat bergan bo'lardim. Chunki oqib ketishiga sabab mana shu bosim orqasidan bo'lib qoladi-da. Asosiy narsa qanaqa strategiya o'rganishdan qat'iy nazar, qanaqa masalan farqi yo'q, o'zini strategiyasini topib olmaydimi? O'sha narsani ustida ketma-ket ishlash kerak. Qancha fail bo'lishidan qat'iy nazar, qancha akkaunt oqizishdan qat'iy nazar farqi yo'q. Nechta akkaunt oqizishdan qat'iy nazar, faqat o'sha o'zini strategiyasini topish kerak. O'shandagina o'sha inson nimadandir foyda qila oladi. Ya'ni bundan bunga, men bu zo'r ishlayotgani, men buni anaqasi qilib ko'ray degan narsa bo'lishi kerak emas. Mana shu narsalarni maslahat bergan bo'lardim. Ushlagani, ya'ni birinchi tilla bilan ishlamaslik, ikkinchisi psixologiya, ya'ni psixologiyangiz qanaqadir muammo bormi, lutchi ishlamay turing. Chunki akkauntingiz oqizib ketgandan ko'ra, o'sha akkauntingiz turib tursa keyin bemalol hamma muammolar hal bo'lgandan keyin kelsa, bemalol ishlasa bo'ladi. Va uchinchisi, boya aytganimdek, strategiya almashtirmasdan faqat bitta strategiyaga strikt qolish, ya'ni qat'iy bitta narsani o'rganish, qancha vaqt ketishdan qat'iy nazar. Chunki любой strategiyani o'rganayotgan vaqtda kamida 5-6 oy u narsa sizga bermaydi minimum. 5-6 oy faqat o'shanda minusda yurishingiz mumkin. Treyderlarning ham juda katta qismi aynan mana shu joyda fail bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni minus bo'layotganini ko'raveradi. Yo'q, bu strategiyaga o'xshamas ekan, lutchi boshqasini qilib ko'ray deydi. Chunki o'zi aslida o'xshayotgan bo'ladi. Ya'ni internetda ham nimada ham ko'p bilamiz, masalan, olmosni oldiga kelgan vaqt qaytib ketib qoladi-yu. Haligi qazuvchi shuni qazib keladi-da, olmosga yetgan vaqtda yo'q bo'ldi, bu joyda yo'q ekan deb qaytib ketib qoladi-yu. Xuddi shunaqa narsa deb o'ylayman strategiya. Ya'ni men bu olmosga kelgan vaqtda tashib ketib qolish kerak emas hech qachon. Ya'ni o'zingizni topish uchun qanchadir vaqt sarflanadi, 5-6 oy. Minimum 5-6 oy berasiz baribir strategiya. Qanaqa strategiya o'rganishdan qat'iy nazar. Yaqinda bitta narsa ko'rdim. Imенно shunga taalluqli bo'lgani uchun so'rab ketaman. Aka, qarang, ozgina qoldi degan narsa tradingda bu illyuziya emasmi? Ozgina qoldi bilan umr o'tib ketib qolmaydimi? Ya'ni men fikriga qarab qaraysiz. Mana daromad bo'lmayapti treyderda. U meni fikrim, trading bu hamma uchun emas. Baribir hamma treyder bo'lmaydi, hamma futbolist bo'lmaydi, hamma uchuvchi bo'lmaydi. Lekin futbolist bo'lishga harakat qilgan odam ko'p. U qachondir to'xtatgan. Uchuvchi bo'laman degan odam o'qib kelib ham uchuvchi bo'lmaganlar ham bor. To'xtatgan u narsani. Endi treyder o'qidi, ketyapti, bo'lmayapti. Ya'ni bu sizningcha illyuziyami yoki illyuziya emas, yo'q harakat qilsa bo'ladi degan narsami yoki imенно shu to'xtatish jarayoni? Endi to'g'ri, sizda bu narsa boshidan o'tmagan, ya'ni to'xtatib ko'rmagansiz deyishimiz mumkin, lekin sizda qanaqadir fikr bormi bu mavzuga? Endi aytganingizdek, hamma o'ziga yarasha, xarakteriga yarasha kasb egasi bo'ladi, baribir xohlasangiz, xohlamasangiz. Endi bu narsani boshidan hech kim to'xtayman deb harakat qilib boshlamaydi. To'g'ri. Yaxshi javob bo'ldi. Qanchadir muddat o'tgandan keyin, masalan, boya aytganimdek, 1 yil o'tishi mumkin, 2 yil o'tishi mumkin, odam o'zi tushunadi, bu soha menga emas deb. Ya'ni ko'pchilik odamlarni eshitdim, men o'zimga ham aytishdi, masalan, 4 yildan beri payout qila olmayman, 4 yildan beri mana shu narsani aniqlaman, bo'lmayapti. Bu narsa значит xarakteriga to'g'ri kelmayapti demak. Ya'ni trading uni xarakteriga to'g'ri kelmayapti. Men bir ikkita o'rtoqlarim bor. Xarakteriga to'g'ri kelmaydi trading. Ya'ni agar trading qiladigan bo'lsa, gambling qiladi. Unaqa ko'p. Meni o'ylashimcha, gambling qiladigan insonlar uchun trading ular uchun emas. Yoki-da boshqacha anaqalar ham bor. Masalan, aytaylik, gambling qilmaydi-da, juda safe ishlaydi, ya'ni juda xavfsiz ishlaydi, lekin baribir o'xshamaydi. Men ularga maslahatim, har safar men
o'tish jarayonida masalan manda ham boshida o'xshamaydi, menga emas ekan degan narsalar kelgan. Lekin men to'xtamayman deganman. Ya'ni 1 yil kichkina vaqt emas. Har safar nimadir o'zgartirib ko'rganman. O'sha xatoni ustida nimadir o'zgartirib ketaverish kerak. Ya'ni masalan riskingizni ko'paytirish kerak, yo masalan kamaytirish kerak, yo parani ko'paytirish kerak, parani kamaytirish kerak, har xil. Endi odam o'zining xarakteriga kelib chiqib nima qilaveradi. Meni o'ylashimcha, mana shu qanchadir muddatdan keyin ham ya'ni har xil uslublarni o'ylab ko'rasiz. Masalan, risk kamaytirib ko'rasiz, risk kattalashtirib ko'rasiz yoki o'zingizga mos parani topib ko'rib ishlab ko'rasiz, o'xshamasa, undan keyin to'xtatish kerak. Sababi ketma-ket hamma 3-4 yil ishlab ketish mumkin emas. Shu yil bilan o'lchaymiz, uzr gapingiz bo'ldi. Nima haqiqatan bilsa bo'ladi, odam to'xtash kerakligini. Vaqtmi, duration demoqchiman-da, nimadan bilsa bo'ladi? Menimcha vaqt masalasi bu yerda bor. Vaqt. Chunki boshida 3-4 oy trading sohasi uchun ham men boshida ham aytgandim. Universitetda ham minimum 4 yil o'qiysiz. Qanaqadir kasb egasi bo'lish uchun. Xo'p. To'g'rimi? Xo'p. O'shandan keyin o'zi anaqaga borasiz, o'z ishxonangizga borasiz, sinaladi, boshqariladi. Minimum 4 yil kerak deb o'ylayman. Agar o'shandan keyin ham o'xshamasa, o'sha keyin u anaqa uchun emas. Siz 4 yil o'xshamaganda ketgan bo'larmidingiz? 4 yil o'xshamaganda ketgan bo'lardim. Ketgan bo'lardim-da. Chunki men yana bitta fikrim qanaqadir. O'zgartirishimga ham sabab logistikani erkak kishi har 5 yilda o'zgartirishi kerak deb o'ylayman. Sohanimi? 5 yildan keyin o'zgartirasizmi? 5 yildan keyin trading qilmasam ham tradingga oid yokida yana boshqacharoq, ya'ni balkim tradingni hobbi sifatida qilarman. 5 yil endi men boshlagan profitable day boshlangandan beri hisoblayman. Umumiy hisoblaganda 3 yil bo'lsa, lekin yana kamdir 3-4 yil ishlasam, maksimum rekordlarni yangilasam keyin ketishim mumkin. Rekordlarni yangilamaguncha emas. Tushunarli. Hozir joyibdan kelib qoldi. Juda ham yaxshi zo'r suhbat bo'ldi. Qiymat ulasha oldik deb o'ylaymiz obunachilar bilan. Men bermoqchi bo'lgan o'z savollar shudan iborat edi va boyaga aytganimdek rubrikamiz bor. O'tgan safar ham Izzatilla akam qanaqadir kommentariy evaziga so'rovnoma qo'ygandilar, chista yozildi, o'qildi, nima qildi. O'shanga o'zi men sizga taklif qilmoqchi edim-da, aka, men bunaqa qanaqadir kommentariy orasidan tanlaydigan qilaylik. Siz o'zingiz tanlaysiz, o'zingiz prizni ham o'zingiz berib, o'zingiz e'lon qilib anaqa qilaverasiz dedim. Hozir menda juda ham zo'r taklif kelib qoldi. Keling, mana bunaqa qilamiz. 5 yildan keyin o'zgartirish kerak, o'zgartirishim mumkin dedingiz-a. 5 yildan keyin Musoga o'rtoqlar nima ish bilan shug'ullanadi? Ya'ni kasbini nimaga o'zgartirishi mumkin? Endi aytdingiz, balki o'zgartirasiz, balki o'zgartirmaysiz. Ya'ni savol. Kommentariyada javob orasidan tanlaymiz. Ya'ni albatta juda qiziq bo'lardi. 5 yildan keyin Musoga nima ish qilishi mumkin? Ya'ni ko'rdinglar, odamni sal bo'lsa ham ular haqida informatsiyaga ega bo'ldinglar. O'zi anaqamiz nima edi? Bizning prezimiz nima edi? Endi so'rovimiz auditoriyaga qiziqadi. Qiziq savol bo'ldi. Anaqa rubrikaga. Men o'zi 10kalik Visa 5 Years'dan bitta shot qilmoqchi edim. Savol qiziqligini inobatga olib, ikkita 5kalik shot nima qilaman? Ikkita 5k. Bo'lmasa bunaqa qilaylik. Birinchi 5kni bu savolga xarizma bilan, sarkazm bilan kulgili, kayfiyat ko'taruvchi javob bergan insonni o'zingiz tanlaysiz. Albatta. Instagramda e'lon qilib berib olamiz. Ikkinchisini jiddiy javob bergan odam. Ya'ni haqiqatan siz qanaqa insonligingizni, balki siz o'sha planingiz bordir 5 yildan keyingi. Sizni o'sha bu savolga jiddiy qaysi yo'nalishda ketishingizga yaqin kelib, yaxshi o'zingizga yoqqan javobni o'zingiz tanlaysiz. Bo'lmasa sizni Instagramingizdanmi, mening Instagramdami e'lon qilamiz. Juda yaxshi taklif, ideya. Shu, o'sha narsani qilamiz. Bo'lmasam, xudo xolasa o'rtoqlar, ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun hammaga menga savolingiz yo'qmi, Muso aka? Yo'q, sizni ustoz sifatida rahmat taklif uchun. Savollarga keladigan bo'lsa, xudo xolasa hammasi joyida. Savollar bo'lsa albatta aloqada. Shu vaqtgacha ham masalan shu darajaga kelgunimcha ham o'z savollarim bilan bevosita qilib javob berib kelyapsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon. Auditoriyaga ham rahmat. Qimmatli vaqtinglarni bizlar uchun bu suhbat
bitta ko'rish uchun ajratganinglar uchun kimgadir foydamiz tekin bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Rahmat. O'rtoqlar, like va podpiska doimiy bizani yagona motivatsiyamiz, bilasizlar. Lekin boyaga aytganimdek, kommentariyada rubrika masalasi bo'yicha, savol-javob bo'yicha va boya aytganim musobaqa bilan musobaqani ishlash modellari haqida qiziq bo'ladigan bo'lsa, u haqida ham fikrlarni bildiringlar va keyingi mehmonimiz kimni ko'rgili kelyapti, yozib qoldiringlar. Xudo xolasa harakat qilib ko'ramiz, ularni ham taklif qilishga. E'tiboringlar va qimmatli vaqtinglar uchun rahmat. Salomat bo'linglar, hammaga omad. Rahmat.